Assalomu alaykum sizlar. Kanalga xush kelibsizlar. Bugun ozgina 6 ta olgan hikolni nimasi bilan tanishtirmoqchi edim. Natijasi bilan aprelda olgan bo'lsak, aprelda, mayda esimda ham yo'q. To'g'risi 2 oylik edi. 2,5 oylik. Xo'p, bularni 6 ta olgan edim. Ikkitasi o'lib qoldi, bittasini berib yuborganman. 3 ta samka qoluvdi. Mana shu hozir 3 ta samkani birinchi partiya tug'gan bolalari ancha katta bo'lib qoldi. Bular ham уже nimaga kirib qoldi. Tug'ishga tayyor, qo'shilishga tayyor, bundoq aytganda. Xo'p, hozir bu o'zimizni jaydari quyon bilan kalifni qo'shyapman. Bu yerda kaliflar bor. Kaliflar bolalari ham уже tayyor bo'lib qoldi. Yoz bo'yi qochirmagandik. Hozir bular уже nimaga ba'zilari tug'ib, ba'zilari bugun erta tug'ishi kerak. Hozir buni ham video davomida ko'rsatib ketamiz. Kaliflarning bir ajoyib xususiyati bor. Yoz bo'lsa rangi o'zgaradi, qish bo'lsa qorayadi. Shunisiga maza qilaman. Bu kalifimiz tug'gan, yaqinda tug'di. Biz ozgina kech qoldik. Ertaroq qochirish kerak edi. Sentyabrning oxirida уже birinchi bolasini olish kerak edi. O'rtalarida yoki oxirida biz kech qoldik. Hozir menda joy muammo bo'lib turibdi. Shunga quyonlar har tomondan har xil joyda. Mana bu tug'di. Bu birinchi tug'ganiga bolasiga qaramadi, lekin ikkinchisiga juda yaxshi qarayapti. Bu quyonlarda uchrab turadi. 8 ta tug'gandi, 4 ta bolasi o'lib qoldi. Chunki boshqa joyga tug'gandi. Mana bu o'zimizning jaydari quyon. Bunisi kalif zot uchun olib qo'yilgan. Mana shu tomonda 3 ta beta samka, 2 ta samets. Sametsdan ham bittasini olib qo'yib qolganman. Bittasini yo egasi chiqsa topshirib yuboramiz, yo so'yib yuboramiz. Bu zot uchun olib qo'yilgan ataylab katta tanlab 10 tanimi nechtani ichidan tanlab ikkitasini olib qo'ydik. 3 tasini, ikkitasi samets, bittasi samka chiqdi. Chunki qon ham aylantirib turish kerak, yangilab turish kerak. Mana bu quyonimiz tug'gan, lekin bu o'ta qo'rqoq quyon. Bu ham hikol. Odam yaqinlashsa qochib ketib, уже tapar-tupur bolasini oldiga boryapti. Bolasini ezib qo'yish xavfi bor, shuning uchun ko'p ko'rsatmaymiz. Obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib.